ongingizni ko'taruvchi va mitti bolajonlarni dunyosini o'rganuvchi Mittilar ko'rsatuvini boshlaymiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Ruxshona va biz Mittilar ko'rsatuvini boshladik. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Agar farzandingiz sog'lom bo'lishini istasangiz, unda Numa Kids vitaminlarini tanlang. Yasmina, Navruz bayrami nimaga kerak? Navruz bayrami bor-ku 21-mart kuni. Bahor bayrami. Oilan bayrami? Yo'q, oilan bayramidan keyin. Bilmayman bu. Navruz bayrami bilmaysizmi? Iya. Yurtimizdagi bahor bayrami-ku, sumalak berishadi, xomsalar pishirishadi. O'zingiz Navruz bo'lib kiyinib kelibsiz-ku? Yasmina siz? Navruz bayrami sumalak qilish uchun kerak. Sumalak nimadan qilishadi? Sumalakni nimadan qilishadi? Nimadan qilishadi? Navruz bayrami hajjaga kerak. Men hajja to'g'rimi? Hajjamisan? Navruz kelsin deb yozsana boydan beri. Nimadan qilinadi sumalak? Sumalak dubayskiy shokolad qilishadi, o'shandan qilinadi. Qanaqa dubayskiy shokolad? Dubayskiy shokoladni ichida yashilni bor-ku, yashilni olib tashlab qilishadi. Noto'g'ri aytdimmi? Bug'doydan qilishadi. Dubayskiy shokolad bug'doydan qilinadi. Yo'q, kataifi xamiridan qilinadi u. Odamlar bir-biriga nima qilib turadi-da, nima qil? Shunga keladi. Nima qilib turadi? Shu nima ost tarqab turadi, har narsa tarqab turadi biz qilib. Navruz bayrami o'zi qanaqa bayram? Sumalak tayyorlaydi. Sumalak tayyorlaydigan bayram, to'ppa-to'g'ri. Ibrohim, nimaga kattalar kino ko'radi-da, bolalar multik ko'radi? Ko'rishni o'rganib qo'yadi. Kino nima? Aql bor. Naborot emasmi? Siz shunaqa, siz Yo'q, teskarisimi? muanna bu kino-ku. Biza multfilm. Unda multfilm ko'rar ekanmiz biz. Kattalar endi kattalardagi kino ko'rishadi, kichkinalardagi kino ko'rishadi. Chunki nima? Multfilm qiziq bo'ladi-da. Kino qiziqsiz bo'laveradi. Nima kattalar multfilm ko'rmaydi unda? Ular yosh bola-da. Nima bu? Har doim nima qiziqmaydi ular. Katta bo'lgan sari multfilm qiziqmaydi. Hozir mana juda ko'p multfilm ko'rayman. Bobur, masalan, sizga kimdir yoqib qolsa, ko'cha-kuyda ketayotganingizda kimdir yoqib qoldi deylik. Shu odam bilan qanaqa gaplashib ketsa bo'ladi? Qanaqa tanishsa bo'ladi? Masalan, men chiroyli ekansiz, men yoqdingiz, men anaqa tesotchiga boraman. Siz men turmushga chiqasiz, uylanasizmi menga? Yo turmushga chiqasizmi? Xullas, farqi yo'q. Mana qilasizmi deyman. Agar yo'q deb shapalab bersa, unda hali qarab tur. Erkakni omadi bilan o'ynash bo'lmaydi. Keyin u unda kartonkada men unga karton yashab beraman deb pul beraman. Sen bu yerda o'tirgan, unda deyman deb, anaqa video yoqaman deb, unda kelaman deb, pul otib ketaman deb, bor yo'q qol deyman. Ketaman. Yo'q desa-da, yaqinsa, unda mayli, yaxshi uraman. Kimdir masalan sizga yoqib qoldi. Shu bilan gaplashish uchun nima qilish kerak? Tanishish uchun. Masalan, chiroyli bitta qizni ko'rdingiz, yoqdi. Shu bilan o'rtoq bo'lmoqchisiz. Qanaqa qilib gaplashsa bo'ladi buni? O'rtoq rayon oti, o'rtoq bo'ladi. Faqat u men bilan o'rtoq bo'lgan narsamdan bersam. U xafa bo'ladi va o'rtoq bo'lmayman. Kim bilan o'rtoq bo'lsam, u xafa bo'lib o'ynamaydi men bilan. Nimaga? Qizg'onsa kerak deysiz. Yaxshi ko'rsa kerak dey. Jasmina meni o'rtog'im deb yursa kerak dey. Yana o'zi buni chiqib oladiki, men o'rtoq boshqa o'rtoq bo'lsa, men umlab deb turadi. Pom degan nima degan? Pom, assalomu alaykum. O'rtog'imga joy berma. Qanaqa yarashasiz keyin o'rtog'ingiz bilan? Nima bu? Qanaqa bu? Yarash shunaqa bo'ladimi? Er-xotin urushib qolsa ham shunaqa yarashsa bo'ladimi? Ular qanaqa yarashadi? Yarashmaydi. Yarashmaydimi? Yuraveradi urushib. Bilmayman. Adingiz bilan oyingiz urushib qolishsa, qanaqa qilib yarashib olishadi? Bilmayman mana. Ko'rmaganmisiz? Agar ko'chada ketayotganingizda 3 ta bola oldingizga kelib, "Ibrohim, ber bor pullaringni" desa, nima qilasiz? Yugurib qochib ketib, adam turib, aytaman, testa bola
bunaqa qotdi deb. Bobur, nima sizga yoqmaydi? Menga sam hamma narsa yoqadi menga. Aytaymi? Ish qilish. Ish qilish nimaga? Chunki keyin charchab ketaman. Xo'p, Jasmina, nima ishlar qilasiz o'zi? Men ammalarimga choy palla artib beraman. Qo'yil. Alisher Navoiy kim? Katta anaqa yasagan odam. Bu qog'oz. O'shanda nasl chiqadi. O'shani o'qish kerak, shoir bo'ladi. Alisher Navoiy bizni avlodimiz. Bizni avlodimizmi yo biz ularning avlodimizmi? Aya, noto'g'ri aytma. Biz ularni avlodimiz. Kim Alisher Navoiy? Shoirmi? Yoki olimmi? Shoir, to'ppa-to'g'ri. Abu Ali ibn Sino kim? U anaqa meditsina. Qo'yil barakalloh, hammasini bilar ekansiz. Men yaxshi o'qiyman-da. Yo'q, uni bilmayman. Tarixlarni. Avitsena deyishadi-yu. Avitsenni nima u? Avitsena deyishardi Abu Ali ibn Sino. U ham she'r yozadigan bo'lgan. Yo'q. Ssenarist bo'lgan. Tibbiyot asoschisi. Tibbiyot. Anaqami? Nima deyiladi? Tibbiyot nima edi? Meditsina. Ular taqillatib zerikishmaydi. Yurishadi, lekin hech qayerga ketishmaydi. Nima u? Zanok. Yo'q. To'xta. Taqillatishadi, lekin hech qayerga ketishmaydi. Nima qilishadi ular? Yurishadi-ya. Hech qayerga ketishmaydi. Nima degani? Yurishadi, lekin hech qayerga ketib qolmaydi-da. Bitta joyda yuraveradi. Ha, mushu. Yo'q. Da, kuchu. Yo'q. Budilnik. Yo'q. Shu budilnik nimada? To'xta, soat. Tovuq. Tovuq? Topolmadi. Yur ketdi. Yo'q. Ular taqillatib zerikishmaydi. Yurishadi, lekin hech qayerga ketib qolishmaydi. Nima u? Menga ostan tushgan. Taqillatib zerikishmaydi. Yurishadi, lekin ketib qolishmaydi. Nima u? Mushumi? Nimaga? Eshikda? Yo'q. Ha, Soat. soat. Ha, taqillatadi. Mana bu Zerikmaydi. so'rgansan-ku. Bobur, nima ishlatib berasiz? Bering. Ashula. Ha, nima tayyorlab keldingiz? Машурети. Черный нот, да, черный нот. Ты там можешь купить себе автоматик, пистики, ножи, бренды, скины. Это все по скидке 50%. У нас черный нот, да, черный нот. Черный нот, да, черный нот, да, черный нот. Это не стоит 100 баксов, а стоит всего лишь 0 рублей. А у нас доставка бесплатная. У нас доставка есть, и оно быстрое. Menga nima qo'shiq tayyorlab keldingiz bugun? Ulan mani, qalbim mani, janona. Irpaylaman begona, aylaman yong'ona. O janona. Irpaylaman begona, aylaman yong'ona. Ashlatib berasizmi? Qanaqa ashlatib berasiz? Manda saxallab bezor, sholatlar, charchadim bezor. Yozu bahorsan, sensiz gulzor, bir salib tuyar, dunyoni tashlab o'yim yor. Bu kimning qo'shig'i? Mana. Xo'p, kim nima qo'shiq aytib beradi bugun? Открывает дверь без ключа. Чу-ча-ча, чу-чу-ча. Налетели как саранча. Чу-ча-ча, чу-чу-ча. Стал даже мне богача. Чу-ча-ча, чу-чу-ча. Раскидался как Джеки Чан. Чу-ча-ча, чу-чу-ча. Кто твой красавчик, эй? Кто твой маловечек, эй? Мужикам стал мальчик, эй? Мужикам стал, эй? Кто-то ути-пути, эй? Эй? Ой. Qaysi tilda bo'ldimi? Rus tilida. Rus tilidami yo bir? Aytib bering yana bitta. Ha.
Чина братам шапани, круто пахнет на кони, у него огромный па. Чина братам Чингиса, Чинги qara dubarim bor. Trend o'ylab topdim. Qani? Turib o'ylab berayim? Yo'q, o'tir. May rubli krabika mayla berib. Veng, teri Bor-ku. vaka love you. O'ylab topdim. Veng, teri Galatasaray. vaka love you. Shunaqa. Juda ma'noli trend ekan, a? Просто may rubli krabika. Sizga mamnaqa Turuqqa berish mamnaqa qilib. Odob saqla. Hatto bir hozir lekin uyda rasmimni qilib videoga olishsa. Yo, sochlarni mamnaqa qilib qoladi. Shunaqa videoga oladilar. Mana unaqa narsalardan uzoqroqman. Telefonlarni hamma rasmlar ko'rsangiz shunaqa qilib tiqib. Mani telefonim hamma rasmi Yuri emas. Bitta drama toppoya. Shani bitta bo'lasi Toppoya? bor ekan. Boshqa Gaz tayfa? kirib qolib toppoya. Xap. Asal, uyda gaplashamiz. Menga nima qo'shiq tayyorlab keldinglar bugun? Kulmasdan. Seni gördüğüm zaman dilim nanan tutular. Seni gördüğüm zaman gülleri elimde korur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar bilim vurur. Susma gülüm sen söyle. Ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam. Bilasizmi? Ha, yo'qmi? Yo'qmi? Ha. Keyin anasi ozgina narsa aytaman, tamommi? Ha. Dedim. Haydi gülüm sen söyle. Dedim. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Dedim. Haydi söyle. Ona nasıl sevdiğimi haydi söyle. Uykusuz gecelerimi haydi söyle. Oldu mu? Farzandingizda oshqozon-ichak sistemasi bilan bog'liq bo'lgan muammolarni bartaraf qilmoqchi bo'lsangiz, unda Jeki probiotiklarni tanlang. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar siz ham farzandingizni mittilar ko'rsatuvida ko'rishni istasangiz, unda internet tarmoqlari orqali yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Xayr, salomat bo'ling.